kreditni asoschisi Javlonbek aka yonlaridaman. Bu kishi o'sha 23-24-yillari pikka chiqqan, kuniga 30-40 ta proyekt o'tkazdirgan aka. Pikka chiqqan biznes tashlab nima bilan shug'ullanasiz hozirgi kunda? Hozirgi kunda konsalting firmasi ochganman. Ipoteka xizmat, har xil mikrokreditlar, garovsiz xizmatlari, xullas shu bankda nima xizmat turlari bo'lsa, o'sha xizmat turlari bilan shug'ullanyapman. Avtokreditni shogirdlarga beribsiz. Shogirdlarga berib indeks. Ana o'zingiz reklama qilyapsiz, 50 talab shogird chekib indeksda. Hozirda shu konsalting firmalar bilan garovsiz kreditlar bilan shug'ullanyapman. Hozirgi kunda asosiy garovsiz kreditlar bo'lyapti. Kimgadir garovsiz kreditlar kerak bo'ladigan bo'lsa, oxirgi 6 oylik plastik оборотkalarni ko'rsatib bersanglar, 10 milliondan 100 milliongacha ichib beramiz. Yo'q bo'lmasa rasmiy oylik doxodi bo'lsa, oxirgi 6 oyligini ko'rsatib bersa, 10 milliondan 100 milliongacha ichib beramiz. Garovsiz kreditlarimiz ancha ma'qul kelyapti, ko'pchiligi o'shani hisobiga odamlar kelishyapti. Faqatgina kredit tarixi o'rta holatda bo'lishi kerak. MIBdan qarzdorlik bo'lmasligi kerak, prasrochkasi bo'lmasligi. Demak, kredit bo'yicha любой masalalarda akamga ishonch topsanglar bo'ladi. O'zimni ham yaqinlarini ishini bir kun ichida hal qilib berdi. Manzil Toshkent shahar, indeks bozor, E30 bo'ladi. Kelaverasizlar, har kuni pastdagi nomerlarga aloqa qilib qo'yasizlar.